Trump bal zalining donorlari so'nggi 6 oy ichida soliq to'lovchilar tomonidan moliyalashtirilgan shartnomalarda $50 milliard mukofotladilar. Kuzatuvchi Trampning uy hayvonlari loyihasining donorlaridan 14 nafari sharqiy qanotni buzishni buyurganidan keyin birinchi 6 oy ichida ularning davlat biznesi o'sishini ko'rdi. Shartnoma mukofotlari umumiy qiymati $50 milliard tashkil etadi, deya xabar beradi Public Citizen yangi tahlili. Nodavlat notijorat tashkilotiga ko'ra, tegishli vaqt oralig'ida yangi biznesning eng yirik individual oluvchisi mudofaa giganti Lockheed Martin bo'lib, u kuzdan beri yangi yoki rivojlangan davlat biznesidan taxminan $43.8 milliard olgan. Xabar qilinishicha, vaqt oralig'ida o'z xizmatlari uchun yangi yoki yaxshilangan shartnomalar olgan bal zaliga boshqa hissa Eron Xamenei dushman jang maydonida mag'lubga uchraganidan keyin bo'linishdan suvdi. Xamenei ushbu tahdidlarga qarshi milliy birlikka chaqirdi va jamoatchilik orasida pessimizm yoki umidsizlikni keltirib chiqaradigan har qanday harakat dushmanga yordam berish bilan teng ekanligini aytdi. Isroil armiyasi Livandagi Hizbullohga qarshi hujumlar natijasidan himoyalandi. Isroil harbiylari Livan janubidagi Tir va Sidon o'rtasidagi qirg'oq yo'lida joylashgan Sarafand shahri aholisini Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbullohga qarshi kutilayotgan hujumlar oldidan juma kuni zudlik bilan evakuatsiya qilishlari haqida ogohlantirdi. MAGATE Ukrainaga atom stansiyasini ta'mirlashga ruxsat bering. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi bo'lgan Zaporijye stansiyasining xavfsizligi va xavfsizligi Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi paytida 4 yildan ortiq davom etayotgan asosiy tashvish bo'ldi. Urushning oldingi chizigi sharqiy Zaporojye viloyati bo'ylab o'tadi. Bu esa kuchli quruqlikdagi janglar, dron bombardimonlari va artilleriya almashinuvi bilan bog'liq. Yadroviy avariya ehtimolidan xavotirlar yuqoriligicha qolayotgan MAGATE har ikki tomonning texnik xodimlari yaqin kunlarda urush bilan bog'liq zararlarni tuzatishga kirishishlarini aytdi. Bu 2022-yilda urush boshlanganidan beri MAGATE bosh direktori Rafael Gross tomonidan muzokaralar olib borilgan 6-vaqtinchalik sulh bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva Rossiya Buyuk Britaniyaga xizmat qilmoqda, sovuq urushdan beri eng yuqori darajada, deya ta'minlaydigan harbiy boshliq. Britaniya 10 yilliklar ichida o'zining eng xavfli davriga duch kelayotganini ta'kidlagan Ser Richard Knighton, mamlakat Ukrainadagi kabi uzoqroq mojarolarga tayyorlanishi kerakligini aytdi. Rossiya kiberhujumlar, suiqasd urinishlari, texnologiyalarni kontrabanda qilish va ehtiyotsiz sabotaj qilish orqali Rossiya chegarani kesib o'tish xavfini aniq oshirayotgani bilan bog'liq tahdid, dedi u. Uning sharhlari ko'plab kechikishlarga duchor bo'lgan keyingi bir necha hafta ichida mudofaa investitsiyalari rejasining uzoq kutilgan nashri oldidan keladi. Ammo mudofaa vaziri Jon Hillning aytishicha, u iyul oyi boshida NATO sammitigacha e'lon qilinishi mumkin. Ser Richard juma kuni Bit Radio 4 ning to'da